Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchilar. Din va hayot nomli suhbat programmamizga xush keldinglar. Programmamizning navbatdagi bilimida unutilgan ibodatlar degan temani to'xtalamiz. Men qarindoshlar Abdul Qosim Ahmadi, programmamizning aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf Qarim bo'ladi. Bu suhbatimizda tafakkur qilish usuli va uning foydasi nima, ko'ngil asrashning Qur'on va hadisdagi o'rnaklari qaysilar, ko'ngil asrash turlari qaysilar degan qatorli savollarga javob berishga tirishamiz. Diqqatinglar ekraningizda bo'lsin. Assalomu alaykum Muhammad Suqarim, qanday xush keldilar? Alaykum assalom. Xush bulduk. Kunimizda shu ibodatlarning turini, xalqlar ko'p nurg'ulg'an ibodatlarni unutib ketib beryapti. Ibodatlar shu farz ilib masjidga ibodat deydigan boshqa qimmat ibodatlar uni xalqning esidan chiqib qolganlar. Şuna biz endi şu ibadetlerninki unutilgan ibadetlerini xalqimizga bir eslatsak, jumladan şu tefekkür ibadetlerinin en ebzeli hesaplanadigan, şu tefekkür degan tefekkür qilish usuli ve onun foydasi nima degan savoldan boshlasak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Haqqaslarga rahmat, Allah razı olsun mushu fursatni berganlarga. Tashlanib ketgan ibodat yoki unutilib ketgan ibodatlar. Endi ibodat degan hamon kishilarningki aqliga hamda namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj qilish, Qur'on o'qish, ota-onaga yaxshilik qilish degandek mundaqalik emas, simvollik ibodatlar ko'z oldiga keladi. Halbuki bu ibodatdan maqsad hamda Allah Taala'nınki buyrug'ini bo'yicha va Allah Taala istagan bo'yicha yashash hamda. Demak, adavoganki ibodatning doirasi nihoyatda pek keng bo'lgan bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida va keyingi islomning oltin davrlarida ibodatning hamma turlariga musulmonlar bek diqqat qilgan, islomni haqiqatan mukammal yashagan hamda. Zamonimizda nurg'un ibodatlar, mush ibodat deb atalmaganligi uchunla odatdagi o'xshash bo'lib nazardan saqit bo'lib kelgan. Endi u ko'p endi bu hammani bir vaqtda so'zlab bo'lib bo'lmaydi. Ikki masala ustida so'zlayli. Biri tafakkur, biri ko'ngil asrash. Endi tafakkur qilishning ibodat ekanligi to'g'risida ulamolar hammasi buningga ittifoq endi. Chunki Qur'on Karimdagi qil deb buyurgan kutiba, furida deganga o'xshash masalan farz qilindi deganga o'xshash ayni buyurilgan amirlarninki hammasi. Uningdan Alloh taolaninki buyurgan masalan qulunzuru, i'malu deganga o'xshash amirlarning hammasidan farz hukm elinadiganligiga ulamolar ittifoq ya'ni. 5 vaqt namoz o'qish, aqimus salatu va zakat, namoz o'qinglar, ro'za tutinglar deganga o'xshash qulunzuru ma za fis samawati val ardi. Osmon va zaminlarda nimalar bor ekan, osmon zaminlardagilarga koinotga qarab tafakkur qilinglar, aqlingni ishlatinglar degan bu shu farzlikni ifodalaydi hamda. Qur'on Karimda bu nima tafakkur qilish to'g'risida nihoyat bakchiq oyatlar kelgan hamda aqlni ishlatish to'g'risida aqlinglarni ishlatmasizlar, afala taqilun degan siyg'ada 7 oyat kelgan. Aql to'g'risida 49 oyat kelibdi. Uningdagi 250 oyat mush koinot va uningdagi shaylar to'g'risida kelgandir. Tafakkur qilishga chaqirgan oyatlar nihoyat bakchiq, masalan, afala yanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat va ilas samai kayfa rufat, masalan, tuguli qanday yaratildi, osmon qanday egiz bo'ldi, yerlar qanday nima keng qilib yaratildi deganga o'xshash shuning hammasi tafakkurni o'ylang, shuni qarab o'ylang degan gapda hamda. Tafakkur qilishninki ibodat ekanligi va farz ekanligi chiqadi endi buningdan. Endi tafakkur qilishninki usuli bor endi. Tafakkur qilish masalan endi bu yerda 3 xil narsani deylik. Bir narsaninki o'zi va asli kelib chiqishi haqida tafakkur qilish. Masalan, xuliqal inson min alaq. Inson nimadan yaratildi? Inson baliyat qilgan, yomishib qolgan alaq, ya'ni shu bir tuxumchidan, bir nimadan, bir nutfadan, bir maniydan shundan yaratildi degandan keyin bu insonninki hozir o'sha so'z qilayotgan, aql ishlatayotgan, dunyoni idora qilayotgan o'sha insonning asli nihoyat arzimas odatdagi bir suvdan yaratilganligi.
şu insonningki o'zi va kelib chiqishi haqida tafakkur qilgan bo'ldik. Buningdan Alloh taolaning qudratini tushungili bo'ldi. Alloh taolaning bizning ustimizdagi haqqimizni bilgili bo'ldi endi. Uningdan keyin bir narsaningki o'zi va yo'qligi. Yo'qligini tasavvur qilaylik. Masalan, bu narsani yo'qlab qolsa bo'ldi. Qul araytum in asbaha ma'ukum ghawran fama ya'tikum bima'in ma'in. Ya'ni aytib beringlarchi, suyunglar singib ketsa, sizlarga kim iqin suvni keltirib berdi degan oyatda tafakkur qiladigan bo'lsak, suvsiz hayotni bir tafakkur qilaylik. Suvsiz bo'lib qolsa, suv bo'lmasa qanday hayotimizni elib bora olamiz? Uningga o'sha suvning shunchalar kengri bo'lganligini tafakkur qilaylik. Bu chaqda Alloh taolaning qudratini va uning mahluqotiga noyat mehr shafqatli ekanligini bilgili bo'ldi shu tafakkur qilish orqali. Uningdan keyin bir narsaning o'zi va aksi aksichi bo'lgan bo'lsa qanday bo'ladi, bunda bo'lmay, boshqacha bo'lgan bo'lsa qanday bo'ladi? Masalan, ko'z oldimizda bunda bo'lmay, yo yenimizda, yo beqinimizda, yo bunda bo'lgan bo'lsa, o chaqda qanday bo'lgan bo'ladi deganga o'xshash masalan. Qul araytum in ja'alallohu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahin g'ayrullohi ya'tikum bi diyain afala tasma'un. Payg'ambar ularga aytganki, deb taqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun ta qiyomatga qadar suzuldigan qilgan bo'lsa, Allohdan boshqa bu kechini kim keltirib bera oladi degan oyatda, ya'ni bir narsaningki borligi va yo'qligi haqida tafakkur qilish. Agar hamma narsani, qo'limizdagi ne'matlarning hammasini agar mushu bo'lmagan bo'lsa qanday bo'ladi? Mushu ko'zam bo'lmagan bo'lsa qanday mangadi masalan? Ammo odamni qanday jabr tortyapti? Ikki putim bo'lmagan bo'lsa qanday mangadim? Ikki qo'lim bo'lmagan bo'lsa qanday qiladim? degan ashuni tafakkur qilsang, kunda necha 100 million qatim Allohga tashakkur aytib, Alloh taolaga hamd sano aytgan keldi. Chin ko'nglingdan keldi bu hamd sano hamd. Tafakkurning shunday foydasi bor. İnsanni o'ziga qaytirdi. Alloh taolaning ulug'ligini tunishtirdi. O'zining ojizligini bildirdi insonga. İnsanni mutakabbirlikdan qaytirdi. O'zini kamtarlikka qaytirdi. Chunki inson hech narsaga ega emas hamda hammani Alloh qilib berilgandi. Uning tafakkur qilishning foydalari hamda. Tafakkur qilishni ibodat dedik va farz dedik. Uningdan boshqa tafakkur qilish orqali insonning iymoni kuchaydi. Iymoni kuchaydi, axloqi yaxshilandi, Alloh taolaga bo'lgan qarashi, Alloh taolaga bo'lgan ko'z qarashi, Alloh taolaga bo'lgan ixlosi texmi oshadi. Uningdan ikkinchi tafakkur qilish qalblarning amallari. Ulamolar deydi, amallar qalblarning amallari va javorih va jismoniy amallar deb ikki bo'linadi. Qalblarning amallari jismoniy amallardan afzal. Ya'ni bir afzal bir amalni qilgan bo'ldik, ibodatni qilgan bo'lamiz, tafakkur qilsak. Uningdan keyin tafakkur Qur'on Karim va hadisning ko'rsatmasi bo'yicha amal qilishga elib bordi. Tafakkur qilib tushungandan keyin Qur'on hadisning ko'rsatmalarini u odam nima ish qildi? Shu Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha ish qildi. Ammo hech buni o'ylamasa, Qur'onni o'qiyversa, o'qib hech qanday tushunmasa, u maqsadni bilmasa, nimaga buyurib o'tibdi, nimadan to'sib o'tibdi Alloh taolo deganni bilmasa, u yaxshi ishga mangmaydi hamda. Alloh buyurgan ishni qilish, to'sqan ishga yo'l ololmaydi. O ma'nosini bilmay o'qigandan hamda. 5-chi tafakkur insonning bilim ufqini oshirdi. Tafakkur qilgansa xuddi pichoqni bo'lgan sari istiganga o'xshash, tafakkur qilgansa insonning aqli ochildi va ufqi kengaydi va burun bilmagan nurg'un narsalarni bilib qoldi. Bu tafakkur haqida aytadiganlarimiz hamda vaqt qisqa bo'lganligi uchun. Endi ikkinchisi ko'ngil asrash. Bu bir ibodat. Bu Qur'on Karimda nurg'un oyatlar bor. Hammasi keltirib bo'lmaydi. Masalan, bir oyatni keltirsak, "Innallazi farada alaykal Qur'anu laradduka ila ma'ad" dedi Alloh taolo. Payg'ambar alayhisolamga tasalli berib, "Ey payg'ambar, sana Qur'onni yetkazishni va amal qilishni farz qilgan zot seni qaytadigan joyingga, ya'ni Makkaga qaytirdi" dedi. Payg'ambar alayhisolam mushriklarningki inson chidug'isiz zulm, zahmatlari ve hatta Peygamber Aleyhisselam üzünün tuqqanlarının mı, ümit kütken bana yardım kılışı mümkün degan adamlarının mı şunda yamanlık kılgan, dinge tosqunluk kılgan, Resulullah'ın davetini paçaklap taşlamakçı bolgan aşında bulap ketkenlikin Allah Taala'nın emri bilen hicret kılışka mecbur buldu. Mekke'ni taşlap ketişke mecbur buldu. Hem de tuğulgan yer, kindik qani tökülgen joy, ana vatan, o'zining onasidek mehribon suyumlik ya. Shahadni ayrilgan chaqda Rasulullah'niki Makka qarab qavming seni
Sen de meni chiqarayotmagan bo'lsa, herkes seni tashlamaydim deb shunda degan. Bu insoniy bir şuur, insoniy bir tuyg'u, har qanday insonni bo'lgan bir vatanga bo'lgan bir muhabbat. Rasulullohning inson bo'lganligi uchun vatanga shunda muhabbati bo'lgan. Endi shunda bir Rasulullohning ko'ngli shunda bir vatanga shunda azoblanib vatan haqida, vatanning firoqiga, hijroniga shunda azoblanganligini Alloh taolo bilganlik uchun Rasulullohga tasalli berib, ko'nglini asrab, seni vatanga qaytiramiz, vataniga qaytiramiz, xotirjam bo'l deb tasalli bergan hamda. Uningdan boshqa Sura Duhoni o'qiymiz. Sura Duha boshdan oxir Rasulullohga tasalli. 15 kun mu vahiy to'xtab qolgandan keyin bu mushriklar Muhammadni Robbi tashlayapti deganga o'xshash bir ta'nini qilayotgan ekan, ana Robbim seni tashlatmadi deb oyatni shunday boshlab, ondan fa ammal yatima fala taqor va ammas sa'il fala tanhar. Rasulullohga ayat tasalli berib bo'lgandan keyin uningdan keyin sen bu yetimlarga duch kelma, yetimlarni ma binasi so'rab kelgan odamlarga qo'pol muomala qilma, yumshoq muomala bo'lgin deb Rasulullohga bir ko'rsatma bergan. Jiq endi shu to'g'rida shunday kelgan oyatlar. Oddiysi Miros oyatida bir oyat var. Ve izâ hadral qismata ulul qurba vel yetâme vel mesâkin farzuquhum minhu ve qulu lahum qawlan ma'rufa. Mirasni taqsim qilgan vaqtda bu mirasning haqqi yo'q, ya'ni miras elish haqqi yo'q. Tuqqanlar va kambag'allar bekimni kelib qolgan bo'lsa, shart bo'lsa, shularning ko'nglini avaylash uchun binasi biringlar deglik. Haqqi bo'lmasa-mu, shunda binasi biring deglik. Ko'ngil avaylashning bir Qur'on Karimda kelgan bir namunalar. Uningdan keyin Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinde bu nayeti köp mesela. Peygamber Aleyhisselam bir günü mescide kirse, bu Umame degen bir sahabe nayeti gamkin aldı. Namaz vakti, emes vakti mescide oturdu da. Sen bu namaz vakti, emes vakti oturup gitsin, ne oldu degen ki, meni gam besip aldı, tazim batı üstünde degen degen. Resulullah onunla bir okuyduğun dualarını ütüp koydu. Hemisi şunu okusan, Allah Teala'sını gamden ve qazdan qutquzdu deydi. O sahabe Resulullah degende okudu, ko'ngli pilli deydi. İçilip şunda ko'ngli içilip kaldı. Yani Resulullah şu yerde şunun ko'nglini bir kötürep koydu. Onunla tavsiye qilib talimat berdi. Şunu olan keyin sahabe deydi, men qazdan qutuldim, ko'nglim şunda xotirjam, yani asliga qaytdim deydi. İkinci muhacirlar bir kuni Resulullah'ning qishga kelib, bu bayramı bizga o'xshash 5 vaqt namoz o'qiydi, bizga o'xshash ro'za tutdi, bizga o'xshash ibodatlarni qildi. Ammo ularning puli bo'lganligi uchun zakot urdi, sadaqa urdi, bizdan jiqroq amal qildi. Ular bizdan burunroq jannatga kirgan bo'ldi, ya'ni jiq amal qilib savobni jiqroq olgan bo'ldi deganda Rasululloh sizlarmi Alloh taologa tasbih, tahlil, subhanalloh va alhamdulillah, Allohu akbar degan bunda o'qisanglar, mushumu sizlarga berilgan bir boylik, mushuni ulama boylik qozongan, savobni qozona olasizlar deb tasalli bergan. Demak, alning ko'ngli shunda lipiday bir ko'targan. Endi bu şu İslam bizning Uyg'ur tariximiz hamda islom dini kirgandan boshlab islom madaniyati bilan bizniki Uyg'ur madaniyati giralishib ketgan, jipslashib ketgan. Bizniki madaniyatimiz, bizniki urf-odatlarimiz islomiy. Masalan, bizdimi bu ishlar umumlashgan. Oddiysi masalan ko'z haqida aytgan gap bor masalan. Masalan, sirtdan bir narsani elib kirdik, yetgan binasini bekimni endi ko'rsatma yanchiqqa patquz bo'lmaydi, binasiga ba'zi kurab qoldi endi. Qilgandan qo'shnimiz ya paloni ko'ydi, ko'z haqqi binasi bir vatayli deydi masalan. Mushumu oddiysi kishilar o'ylaydiki, buni ba'zi bir axloqi yaxshi odamlar qiladi, ba'zi ancha bexil odamlar qilmaydi. Bunda bir odat bo'lishi mumkin. Odat emas, ibodat. Ammo qilmaganlar bu ibodat ekanligini unutib qolgan. Qilganlar ibodat ekanligini bilgan. Agar bilmasa-mu bizning shu axloqimiz bor deb, musulmonning axloqida bor deb shunday qildi. Masalan, oddiy hamda bozorga borganda hamma odam elayotgan narsani inson degan qo'yga o'xshashandi. Bir yerdan bikim elib olsa, boshqa obdan narsa bo'lsa, shu xalq og'ani oladi hamda. Ammo adam savdo qilmagan bir odamning qishqi berib, ma adam savdo qilmabdi, meningdan bir olay desang, ashunimi Jibril xotir deymiz masalan arabchada. Bumi bir ko'ngil asrat, bumi bir ibodat, yaxshi niyat bilan qilsam. Masalan, hamma narsa supermarketdan olmay, ba'zida o'sha issiqda harvida ko'tarib o't yash setayotganlar, meva setayotganlar, shu bechoralarni ep qo'ysak masalan, balki bir tarafning uning a'zoligi, bir tarafning shuningga
bir küçük yardımı bulup kalsın diyen niyet bilen yani yardımı bulup kalsın Allah razılık için de alsak aşını ibadet katardı savap bulu da niyetimizge bağlıdı. Bu niyet diyen sehirlik nersi ki adetini ibadetke ayırıvatıdı. Adetini ibadetke öğrüvatı alaydı. Aşına hısletlik nersemdi. Andın. Mesela yollarda mendil setivatkan kol kağızı, anda binasını setivatkan, kalem setivatkan, uşak balını uçutumuz mesela. Binası ağın boğmusu mu? Binası ağın boğmusu mu? Aşıların köngülü ayak koyuş için boğusu mu? Aşıların binası eleşme. Muşu mu yani köngül asraş ibadet. Çünkü ülümalar dinin maqsidini onda ikiye kıskartıdı. Dinin maqsidi biri Allah Taala kulçuluk kılış. Bu kulçuluk kılış Allah Taala buyurganını kılıp tosqanlarını kılmay Allah Taala isteyen boyunca yaşaş. Birinci dinin gayesi. İkinci Allah Taala'nın mahlukatıga rahim şefkat kılış, yaxşılık kılış. Mahlukatın içindeki insanlar mı kirdi, hayvanlar mı kirdi, kuşlar mı kirdi, hemmesi kirdi, hemmesi rahim şefkat kılış. Din benim hoşunda güzel, hoşunda nersemdi. Onun dinkin bu doğruda aynı bir kızık hikaye eğitilişim var mesela. Mesela bir ayal yolda gitip beriptiken bir kembegal turupudun kembegallik çıkıp turduğan bir bala bir yağaç bilen yerini sızgıl turuptu da endi bunu bir binası bir ütep gitay ki onu hoş kılay dep binası çıkan balam nemiş kılıvatsa dese ben cennetini parçalap setivatıman degandikin bana bir parça bir emse pulu kançı bol dese 20 tin satıman dep tamam dep 20 tinni berip gitipti ayal. Unutup gitipti onu. Bir qancha kundan keyin o ayol aslında cennetga kirib shukurapti. Shukurab buni xo'shalligida uning eriga aytib beribdi-da. Eriga aytib bergandan keyin u odamni o'tirib, yaxshi gap ekan, misol hech bo'lmasa jannatga kelib qolsaqmi ajib emas, men setib olay deb berib bolaga. Jannatni men olmoqchidan bir parcha bergan qancha pul desa 1 million debdi. Abi sen bir qancha kun burun ayolimga 20 tinga beribsigan, endi 1 million deysan ku desa, sen shu jannatni setaversan deb dönüp geldim. Bırak ayağın cennetini setip almadı, menin könglimni setip aldı aslında. Cennetde yani satkılı bolmaydiganligini biletdi. Lekin menin könglimni elish üçün bana şunda dedi, endi bana yaxşılık kıldı o. Sen almoqchi olsang 1 million debdi demek endi. Demek endi köngil elish odatda kishilar axloqliq yaxshi kishilarninki odatiy deb tushunib qoldi. Andaq emas. Bulaptı şu ahlaklık yaxşı kişiler şunu əmeliləşdirgen buluşu mümkün ama İslam ahlakı dinimizdeki emri. Şuna bu unutulup ketken ibadetlerinin katarının sanıldığı ibadet deyimiz bunu adet emez, örf adet emez, ibadet. İbadet niyeti bil kılsak Allah Teala elbette bizge sevap verdendi. Kalbin ibadetleri var iken bu kalbin ibadetleri bedenin ibadetlerinden, beden arkalı kılınan ibadetlerden asan hem üstün türdüken ecirde. Mesela kalbin ibadetlerinden niyetini yaxşı kılış, yukarıda etken oşa tefekkür kılış, köngül asıraş çıkım ketmeydi ama beden bilen kılan ibadetin neçesi bunun eciri yukarı buludan gibi. Doğru değiller, bunu yapak etmeydi, çıkım ketmeydi, hem vakit ketmeydi, tayyorlik mı ketmeydi ama beden bilen kılgan ibadetten yukarı sevapka erişkili oldugan bunda. Dinin cevherleri mana şu. Afsus bugün günden ibadet dese şu mescidin içinde kıldıgan narsalarni ibadet edilen bulup oldu. En yeni bir ibadet ustalarının yazmalarını, derslerini mada takır bir besip koysa, takip koysa acayip çok ibadetti. Bugün gün unutulgan ibadetin birisi şu. Bu kıyamet günü mizanım eğrup gitmesin demdeki ne kalayımkan nersinden başka adam şu kımmetlik derslerini, yazmalarını, yaşlı yazmalarını takatmaydıgan Muşunda bir işlep kaldı. Bunun için çok bir ibadet. Ben ne çıkarttım eskertliklik bazı karandaşlarımızga. Oturup da hakinde. Hatta telefonu oynap oturup kılıldığa ibadet edim abi. Aşını resmi şu yaxşı bir niyet bilen, muşu bir İslami davetken, Müslümanlara paydalap kalkan bir yazma yoki sözken, muşunu ben bir yürek birip koyay degan yaxşı niyet bilen, şu niyet şu yaxşı doğru bir niyet bilen şu bunda bir besip koysan ibadet qatar bir ütü der mesela. Allah Taala kerim emdi. Niyetinge qarab biri demdi. Şuna hemmeden niyet ala deymiz o. Niyet bilen adetini ibadetki öğrügülü buludu. Adette başka adamlar kaysi niyet bilen besip koysa bulap ama
dinga ko'ngil bo'layotgan, dinning da'vatiga ko'ngil bo'layotgan ama qarindoshlar bo'ladi, ulamo qarindoshlar, bizning butun shu harakatimiz, har bir so'zimiz, hamma narsamiz shu ibodat bo'lishini Alloh taolodan tilaymiz hamda shunda bo'lish tegishli hamdir. Ammo anda ibodatga, hayotimizni ibodatga aylantirish o'zimizning qo'ldagi ish ekan. O'zimizning qo'ldagi ish ekan. Shuni yaxshi niyat bilan to'g'ri yo'sinda qilsak, ibodat qatoridan savob olamiz ekan. Ba'zi ishlarni masalan ibodat demayman, qilsak qilyapmiz masalan, qilinib ketadi. Ammo ibodat niyat qilsak savob topamiz. Foydasi shu bizga endi. Hakikaten birbirinin kıymetli neslini eslettiler. Allah razı olsun. Yanımca tak toxtasak bo'ldi. Afsus endi ko'rarmanlarimizni malol qilib qo'ymaylik deb shu programni imkon qisqartirishga kirishib kelyapmiz. Gaplarni yig'ib Qadrli ko'rarmanlar, vaqt munosabati bilan programmani bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Yana qayta uchrashish umidi bilan har biringlardan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.